Assalomu alaykum aziz insonlar, loqaydmas insonlar. Xullas kalom, Martin Iyenni o'qigan bo'lsalaring, Jek London yozgan. O'zini velosipedini olib, aka borib, aka yurib, piyoda borib, ko'proq velosipedda borib, bitta kitobini bostirib chiqarish uchun. Keyin o'zini suvga cho'ktiradi, Martin Iyen. U o'zini hayotidan yozgan. Jek London. Kamina ham mana kitobimchi azizlarim. Bitta shunday maqol bor. Ishtaha ovqat vaqti keladi. Sodda inson edim, umuman beg'am inson edim. Lekin hayot yo'lim mana O'zbekistonda bugungi kundagi militsiya, sud, prokurorlar ketishgandan keyin mana shu 98-yildan beri asosan qarayapmanki, kundan kunga ay hayotimiz tobora. Mana kecha 26-yanvar kuni prezident katta chiqish qildi. Bari mas'ullar idoralarda rahbarlari o'tirishibdi, qo'llariga daftarchani olib yozishyapti. Kunda bir narsani hal qiladigandek. Yana qarang, Toshkentdagi o'g'irliklarni ko'ring. O'zbekistondagi milliard pullar. Axir chet ellardan kelyapti, yoki 75 milliard dollar deyapti. 75 milliard dollar qarz bo'libmiz chet el boy davlatlardan. Lekin qayerga ketyapti? Aniq taniq bu. Mana shu munosabat bilan Shavkat Miromonovichga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli prezident, axir bu qanday holatki, hatto qizingiz haqqa tinglamasa, yordamchingiz, rahbariyatingiz rahbari, idorangiz rahbari, axir bu qanday holat? Janob prezident, juda aytibman mana. Axir Shavkat Miromonovich mana mustaqilligimiz 35-yil kuzga borib mana 35 yil bo'ladi mustaqilligimiz. Davlat tilimiz 37-yilga ketyapti. Bu qonunkashlar bittasi davlat tilida o'zlarini nomlasha olmasa, ayniqsa prokurorlar, aytgansiz hurmatli prezident, prokurorlarni yo'qotaman deb, ularni umuman yo'qotib olish kerak. Nima ish qilishyapti ular? Kulakka haqda hamir ilib cho'ntaga solib qamadib hayqirishib o'rdilar. Olsa nima deyish mumkin? Mana siz mana kechaga bitta dono so'zingizni o'qidim kutubxonada, generalda qabliga borganimda. Kitob o'qimagan xalq qanday bo'ladi deb. Kelajagi yo'q. Axir mana kitobimda men yana aytaman. Umuman xalqqa eshittirib sizga aytaman, Shavkat Miromonovich, mana u fikrlar ko'p aytyapti, namoz o'qimaydi. Xitoyda hech kim deyarli namoz o'qimaydi. Lekin qana, to'g'ri, bugungi kunda mana kecha ham qo'zg'olon yaqinlashib qoldi, lekin o'zlari hal qiladi buni. Si Szinpinga qarshi ayrimlar bosh ko'tarishyapti. Mana hozir uy quryapti, qarang. Aloviddinni sehrli shamchirog'idan tez uy qurishyapti. O'nqo'li uyda hamma yo'g'ini montaj qilib kirib, ulab o'tirib beryapti. Bittasi uyga bir safarga ketsa, qaytib kelsa, ro'parasida O'nqo'li uyda aholi kirib yashayapti. Mana qanday qilib qurilishlar qilyapti. Hamma joyda nima konstruksiyalarda quyilayotgan vaqtda montaj hammasini ishlov berishib, montaj qilishib, tiklashib ko'p qavat uylarda. Bir oy ichida tasavvur qilyapsizmi? Alovda shamchirog'idagi dev qilmagan ishni qilishyapti xitoyliklar. Mana shunaqa azizlar. Men o'zim o'tgachaga mana aytyapman, ishtaha vaqti. Mana hozir hurmatli prezident, men ilgari Shuhrat G'aniyevga ham 20-yillik kiritganman. Mana hozir Bozorga yana mana ertaga bugun 10 kundan ko'p bo'ldi. Qabuliga chaqirishdim. Mana kecha borib yana takroran shahar hokimining qabuliga. Niyatim mana shu kitobni xalqqa yetkazish xolos, Shavkat Miromonovich. Axir siz aytyapsiz kitob bu. Mana men yugurib yurgan ko'rfasan, dada nima qilasiz, sizga nima zarur deb. Lekin hali aytganim singari men kuni mayda sizlarni qarshilaringizga telefon qilib aytdim bittasiga. Bitta farzandni tarbiyasiga 7 mahalla javobgar. Hozir men nafaqat 7 mahalla men o'zimni 7 mahallaga emas, butun O'zbekiston yoshlariga, butun dunyo yoshlariga asha chekish balosidan, ichish balosidan forig' bo'lishlari uchun. Qarang, ruslar mana
Nu Pagadik serialini olgan eski davrda. Hozir uni zabt etdiki, hatto bo'ri doim chekib yuradi. Hozir bularni kinoni ko'rsangiz farqi ham shularda. Çekiş iç reklamasi aş kinolarda. Gollywoodda ham Bollywoodda bilmadim ama Gollywoodda ko'proq Amerikada. Haq Shavkat Miromonovich juda ayanchli bu, qarang. Ochiq oydinki bu prokurorlarda qilayotgan ishi umuman harakatsizligidan. Ular uyushtirishni biladi xolos. Tekshirishni bilmaydi Shavkat Miromonovich. Uyushtirishga ustasi varang cho'ntagiga sola qolmaydi. Qarang, g'idranadigan ayol maktab direktorining oldiga 11 tasi bostirib kirgandan keyin nima deysiz? Nima deysiz Shavkat Miromonovich? Ha, bitta uchastkavoy bitta borsa bo'ladi, bitta yoniga bitta. Drujinichan olib. Men azizlarim befarq emasman. Mana menga bitta savol beryapti. Hozir men degan To'nka. Menga savol beryaptiki, bloger degani nima degani? O'zi javob qildi. O'zi mana. Dilmurod Azxo'jayev laqabli bitta To'nka. Men Sirojiddin mediaga aytyapman, Sirojiddin. Siz mayli, xotirjam ishlang, bularga men javob qilaveraman. U to'nkalar. To'nkani fikr yuritishini qarang, o'zi javob qilyapti. Bloger degani egoist deganimish. Ha, egoist. Sen mod bo'lmasang aytasanmi shuni? Nima? Prezident blogerlar qilib xalqning dardini yoritdi deganda hammani mollikka jalb qilyaptimi? Egoistlikka jalb qilyaptimi? Sen to'nkasan, Dilmurod Azxo'jayev, molsan, farosating umuman. Bloger degani ko'ngilli xabarchi degani bu. Yana senga aytaman. To'g'ri, futbol, voleybollar ular qaysi davlatda yaratilgan bo'lsa, o'sha davlat tilida kelib kelgan futbol, voleybol, sport terminlari. Lekin mana prokuror, sudyalar bizdan ularga borgan. Bizda bitta qolchilik bo'layotgan vaqtda ular cho'chqani go'shtini orqasidan qo'yib yeb yurgan. Hozir mana endi butun dunyo kinobga bosishga tayyor janob Putin. Yo Rossiya yo bo'ladi, yo Rossiyasi dunyo bo'lmaydi deyapti. Bunaqa qilib. Butun dunyoga dag'dag'a qilib yotishibdi. Eshityapsizlar, hamma ko'ryapsizlar azizlarim. Ana shunaqa Sirojiddin media. Bu troll degani to'nka degani, to'nkaliga aqli qisqa. Sen Dilmurod yana haligi burgut, jindiy farosating ishlasa ko'rguncha yetsan la'natlar. Mana butun hozir mana 77 ga kirayotgan vaqtda ham xalqdan duo olishga harakat qilyapman. Sen la'natlar shuni bir yaxshi bilib olgan. Uzoq yashamaysan senlar men ichingda psikopasoting bilan. Men hozirgacha mana 77 ga kirsam ham hozir shaharda aylanib keldim yana bir qator. Har narsa bo'lgani yaxshisan la'natlar. Eksan. Ana shu avval atrofga boq, keyin novaring la'natlar. Ha, burgut, bir kalamush. Mendan eshitasan. Men aytapman, uzoq yashamaysan senlar. Ichingda psikopasoting, manitiga, miyangga qurib chiqqan senlarni taningni yeyapti bu. Sen sog'lom fikr yo'q senda. Dilmurod Azxo'jayev, senda sog'lom fikrni o'zi yo'q. Lekin savol berganga aytaman, masjidga borasizmi deb. Ha, bo'ldi, masjidga bordilaring. Mana O'zbekistonda yomg'ir yog'sin, qor yog'sin deb hamma borib duo qildi. Yo'qdimi? Yo'qdimi? Agar mana shu Xitoy xudosilar, men Xitoydan konfliktda bor, ular ko'proq xudosi deyiladi. Ular xudo bergan mana uni ishlatishadi ular. O'shaning uchun taraqqiyot shu darajada. Ha, mana agar duo uchun qor yog'ib yerni ko'kalamzor to'lib quruq yerlarda o'zlashtirish bo'lganda, hamma arab davlatlari, deyarli hamma arab davlatlarida qumliklar, sahrolar mavjud. Ayniqsa Saudiya Arabistonida, Misrda, yana qaysinda, Liviyada, Marokashda, Tunisda. Bu ana shu Fors ko'rpasi qo'ltig'idagi Fors qo'ltig'ining bo'yidagi davlatlarning Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, misol kattaroq, Qatar, yana qaysi? Hammasi ham bor ma'lum darajada qumliklar. Nimaga o'shalarga yomg'ir qor yog'dirib obod qilish bormayapti? Bittasi aytsa
fikir yurit. Xitoyda quruvchilarni ko'ringlar. Xitoy taklamakonga suv olib kiryapti. Taklamakon degan cho'l bor. Qumlilarning ichidan ko'proq qismini o'rtada qilishmoqchi edi Pokiston bilan. Qumli o'rtasidan. Xitoy deyarli bitkazdi hammasini. Mana o'zimizda mana kelib tunnellar ko'lash, temir yo'llar qurib berishdi. Qamchiq dovonida. Azizlar. Poyiz orqaga yurmagan singari bizni huquq tartib idoralari orqaga yurmas ekan. Kechagida men aytdim, Farg'onada o'limga ish uyushtirishdi. 4 nafar nimalarida. Olib borishi o'sha ishtirok qilib 4 million 200 million to'lash kerak. Men kechagida generalda topshirigi bo'lamani u Ilmiddin degan yigit familiyasi hozir yodim. Sirojiddin Ilmiddin kecha meni so'roq qilib aytdi. Sirojiddin nima? Ilmiddin Sirojiddinov leytenant. Jon bolam dedim, mana unda qilishdi. Endi tog'a ulus sud qaror chiqaribdi. Ko'rdingizmi? 3-yanvar, 7-yanvar kunlari, keyin 15-yanvar kuni dedim, o'zim menga yurakligini aytolmaydi. Nima aka ish bilan band sudda. Mana bugun ham hozir telefon qildim. Jon omon bo'lsin. 4 million 200 million jarima solishdi. Bitta haligi o'sha yerda mana bu 3-yanvar kuni bitta delovoy militsioner o'tirgan. Bilmadim, zvanyasini aytishmadi menga. Kecha o'sha generalda tarkibida ishlarkan viloyatda Abbos edimi? Giroylik qilib orqaga yurmaydi. Mana menga aytdi, mana u 22-kuni menga sud qilayotgan Farruh sudya olib chiqaman oliy sudgacha. Qaytib tergovga jo'natishim, tergovga qaytarish nimalari unaqa muomalalar yo'qolib ketgan, unaqa odatlar deyapti. Ko'ryapsizmi? Axir bu qanaqasi axir? Shavkat Miromonovich tergovga qaytarmas ekan sudyalar. Har qanaqa holatda o'tib ketaverar ekan bularda. Mana 22-dekabrda ijtimoiy sudda Farruh ismli sudya aytdi menga, mana ustimdan hukm chiqargan. Bitta yosimon ayolda talabi bilan meni blogerligimni cheklayapti Shavkat Miromonovich. Bitta mana to'nka bo'lsa, internetga kirib olib to'nka egoist deyapti. Blogerlar egoistmiz. Sen o'sha Sirojiddin Media, Otabek Jo'rayev, Otabek Hamidov bilanchalik bir egoistlik qilguncha la'nati. Mana qarg'ishimni eshityapsan. Mana xalq fikringizni ayting agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsa. Turgan bitgani mana la'natadi kalamish. O'zini burgut nom qo'yib qo'ygan o'ziga. Ay, sen burgut bo'lsang ko'rsat o'zingni bir jamolingni. La'nati kalamishsan. Xullas kalom, azizlarim, like boshlaring so'rayman. Men aytaman, harakatdaman. Har kuni harakatdaman. Aytaman, shahar hokimiga takror va takror murojaat qilyapman. Mana sizlarga murojaat qilyapman. Azizlarim, bu kitobda qani hamma farzalar o'qib, ichishda chekish tashardi. Azizlarim. Go'yo o'ylab qolaman. Shu darajada harakat qilyapman. Ajab emas yoki men ham shunday qilaymikin mana bu Iqboljon Soliyev singari. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh rahmat qilib silab mendan bas qadimgi bobolarimiz haq hurmati bunday qilib cho'k qilib hech bo'lmasa Iqbol Soliyev singari 1 minut emas, men 5 minut bunday qilib nima deysizlar azizlarim? Duo qilinglar Ismoil bobo. Men mutlaqo tekin xizmat ko'rsataman. Agar shu xususiyat menda paydo bo'lsa, ishoninglar. Iqbol Soliyev singari $100,000 $100,000 so'mdan olmayman. Birinchi qavatda yashaydigan o'g'limga bitta şey olib yaxshi niyat yarim mol azizlarim. Axir nima? Televizorda o'tirib olib bunday qilib davoladi. Alan Chumak. Televizorda oldiga yana aytaman-da, Iqbol Soliyevga, Toshot etganlarga. Bilmishmi-da? Alan Chumak. Kun ismi kelmadi, ism familiyasi. Televizorda oldiga suv qo'yib qo'yasiz, stakan qo'yib qo'yib, haligi suvni ichsa davolanishdi odamlar. Moskvada turib olib televizor orqali Tbilisida kasalda operatsiya qildi maslahati bilan. Kashpirovskiy.
Jona Datunashvili Brejnevni qo'llari bilan davolagan. Qo'llarimni tinglayman degan kitobi bor. O'zbek tilida bor. Jona Davitashvilini. Men bilan tegdi rahmatlik. Keyin ana bu Dahoning yoshligi degan o'zbek kinosi bor. Mana kim haqida bu? Daho kim? Nimani yoshligi haqida bo'lsa kerak. Ibn Sino yoshligida. O'shanda ham jurnal o'ynagan. Qisqa. Shunday azizlarim. Yana nima darslarga aytdi? Javohir Sindorov bilan Nodirbek Absattorov durang o'ynashdi. Ikkalasi birinchi, ikkinchi o'rinda. Hozir qayerdadir qandilaring uringlar, azizlar. Kecha katta bo'ldim. Xalq qabulxonasiga kirganimda Xalq so'ziga gazetami qaysi gazeta turgan ekan? Yangi O'zbekiston hozir oldim. Bittasini bering qizim dedim. Nimadan kecha viloyat xalq qabulxonasiga kirganimda gazeta dekabr oyida o'tgan yildagi takliflanib turibdi, birov o'qimagan. Xalq qabulxonasi, viloyat xalq qabulxonasi kecha aytdim. Viloyat hokimini yordamchisining qabuliga, o'rinbosarining qabuliga yozib berdim. Turgan ekan, bitta qiz olib berdim. Hali olib o'qisam, Javohir Sindorovning bobosi 65 yoshli bobosini yozgani. Qanday mag'rurlanib, nimani prezident e'tiboriga tushganidan mag'rurlanib yozgan juda katta maqola ko'rdinglar. Gazetda ishda turibdi. Javohir Sindorovning bobosi 65 yoshlik. Nima? Olim ekan. Qandaydir yuristmikan, shunaqa ekan. Men Qo'ziboqar Sindorov haqida eshitgan edim. Ehtimol bularda bobosidir. Sirdaryoda yashab kattadir, sovxozdir kirib bo'lgan Mirzacho'lda. Xullas kalom, kundan kunga mana ertaga arxivda tiklab yurib, sizlarga yangiliklar fikrni aytyapman azizlarim. Ming afsus. 35-yil ketyapti, hali hozirgacha qashshoqlar seroq ko'payyapti, o'g'rilar ko'payyapti. Toshkent dudga to'lib ketdi. O'g'rilarga Yaponiya, g'arb davlatlari Yevropada 35 yil ichida chaqirib olyapti, ayniqsa Germaniya. O'zbeksa qochyapti hamma O'zbekistonda. Nima desa bo'ladi endi. Ming afsus. Farzandlarim, nabiralarim aytibman. Bolam o'qiylar desam, bobo biz Turkiyadan qolamiz. Qo'llarga lapat olib ishlagan ketishyapti. Nabiralarim. Ministrga ishga kirganlar generalga oldiga ketganda aytdim, tavsiya qilib iltimos qilib ko'ramiz. Yo'q bobo, biz xohlamaymiz, men laqabini olishadi deydi. Sport bilan shug'ullanishadi, kurashga borishadi nabiralarim. Pahlavon nabiralarim bor. O'qishyapti oliy o'quv yurtlarida. Sog' bo'linglar azizlarim. Shundoq. Nahotki amnistiyaga tushmaydi. Abduqodir Mo'minov yana mana Guli Mirzayeva bitta onasini ham mana bu ko'rganim yo'q. Havasxon aka onasining ismi Guli Mirzayevani onasi mana shu yerda Kirgizda yashaydi. Onai Zor Sabohatxon Abdullayeva. Xudo sizga qanoat bersin. Abduqodir Mo'minov. Onai Zorlar. Abduqodir Mo'minov onasiga o'qib bergan she'rimni tinglaylar azizlarim. Ko'p narsalar o'qib beryapman sizlarga. Qarigan chog'imda xuddi bir aytadi-ku, haligi bir nima yolg'iz oti changishmaydi. Agar sizlar bunday qo'llamasalar, albatta sizlar mana dong'i chiqarish oson. Mana qanaqalar Abduqodir Mo'minov dong'i chiqdi O'zbekistonda, mana yoritib. Mana Sirojiddin Mediaga havas qilaman. Otabek Jo'rayevga, Otabek Hamidovga qaysidir ma'noda ana bu temir rayl shou yoki mana bu
Zulqarnay, Iskandar Makedonskiy ham havasim keladi. Nimagaki og'zi shalaq shuluq, sasiq, og'zi to'laydaka nomni aytolmagan narsalar bilan ham ularda 100 mingdan prosmotr bo'ladi. Lekin sizga yaxshilik keladigan Ismoil boboniki. Lag boshqani qo'qqasizlar, sizlar. Prezident yetkazmoqchiman sizni dardingizni. Mana bo'lsa Urslar aytmoqchi, kecha bittasi aytyapti. Ismoil aka, здорово, dedi. Здравствуйте. Тебе ищут, dedi. Кто ищет сам? Один с топором, другой с носилкой, dedi. Nima deysiz? Shunaqa poylashib yuradi arkadaşlar. Mana hozir mana bu telefonimni hozir zaryadga qo'yib qo'ydim. Mana ko'ringlar, mana telefonim. Mana zaryadkada. Telefon qilsam shilt etib ulanadi. Kiberxavfsizlik. Bir narsalar bilan ushlashmoqchi bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bugun Xudoning Alloh qo'li bilan telefonlashuvdim. U ham eshitib, qo'yavering Ismoil aka, turlar qiladigan ishi shu deydi. O'shanga oylik olishadi deydi. Albatta oyligi meniki pensiyamga o'xshagan 1-2 million bas, ularniki kamida 15 million bo'lsa kerak. Generallar ham bo'lsa kerak, ular bir tarafdan uyushtirish bitta kiber jinoyatchini ushlasa. Abduqodir Mo'minovga o'xshagan. Vaqtlaringni deyapman. Nom qo'yamaymanki, sog' bo'linglar.